Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omonmisizlar. 2025-yil 6-aprel sanasi sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni 19-kunidamiz. Sizlar bugun sukut hamda kecha o'zgina chala qo'ygan gaplarim bordi. Shular haqida suhbatlashamiz. Farosat yarim karomatdir degan so'z haqida, mavzu haqida suhbatlashayotgandik kecha. Kunlarda bir kuni bir podshoh farzand ko'radi. Farzandi ulg'ayib katta bo'lar ekan, nek nono bo'ladi farzandi. Qandaydir bir ish buyursa yoki narsa aytsa eplolmaydi bola. Unga qanday bir kasb o'ylab topsam ekan, qanday bir kasbga bersam yaxshi bo'ladi deb turib, ochiq o'ylanib turib, folbinlik tanlaydi deydi. Folbinlarga shogird beraman buni deb turib, xolos tegash folbinlarni boshlig'iga olib boradi-da, ustoziga. Shu o'g'lim senga deydi, uni tarbiyalab, o'zingdagi barcha sir-asrorlarni o'rgatib, shu sohadan ta'lim berasan deydi. Podshohning amriga qarshi chiqmasdan folbin ham mayli deydi. Oradan vaqt o'tadi. Bir kuni folbinlarning ustozi keladi. O'g'ilni olib, podshohning o'g'lini olib aytadiki, podshoh olam deydi. Biz o'zimizda bor barcha ilmni berdik deydi farzandingizga. Bizda bunga o'rgatadigan boshqa narsa qolmadi deydi. Nima bo'ldi deydi. Buni bir test qilib ko'raychi deydi. Bolani joyiga o'tirgizib, ya'ni supaga o'tirishadi. Shunda podshoh qo'liga bir uzugini bekitadi. "Ya o'g'lim" deydi, "qo'limda nima bor?" deydi. O'g'li o'tirib turib bashoratchash folbinlarni bir rom degan kitobi bo'ladi. Rom kitobni varaqlab, yerga nimalarni chizadi. O'ylanib turib aytadiki, "Otajon" deydi, "qo'lingizda dumaloq, o'rtasi ochiq, ya'ni teshik bir buyum bor" deydi. Uzr. Alomatlarni to'g'ri topding. Endi mohiyatini ayt menga desa, bu katta ehtimol bilan deydi, tegirmon toshi bo'lsa kerak desa, otasi deydi, "O'g'lim" deydi, "alomatlarni to'g'ri topib, ularga farosating yetdi-yu, lekin qo'limga" deydi, "tegirmon toshini sig'masligiga farosating yetmadimi?" deydi. Ya'ni kechagi gapimiz farosat bu yarim karomatdir. Luqmon Hakim kunlarda birida o'g'liga nasihat qilarkan aytadi, "O'g'lim" deydi, insonlar deydi so'zga uddaburonligi bilan, gapga chechanligi bilan bizdilar. Maqtansa deydi, sen sukuting bilan maqtangan. Nega desang, har bir narsani dalili bo'ladi deydi. Aqlning dalili fikr bo'ladi, fikrning dalili sukut bo'ladi deydi. Hazrat Umar roziyallohu anhuning bir so'zlari bor. Sukut qilib biror marta nadomat chekmadim, ammo gapirib qo'yib ko'p marta afsuslanganman deydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.